zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing, sizni Parvardigoringiz o'ta karamli zotdir. O'ta karamlik, o'ta saxovatlik, saxiy Robbimiz bor. O'tgan darsimizda aytdik, Alloh taolo bizni o'qi dedi. Mana shu birinchi o'qishligimiz siz bilan bizga bahs va Allohga bo'lgan iymonni berishligi kerak. Bahs qilamiz, Allohni tanib iymon keltiramiz. Ikkinchi qiroat taniymiz, shukr keltiramiz. Uchinchi qiroat amal qilamiz va itoat qilamiz. Mana shu 3 ta qiroatni aytib o'tdik. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida hamma narsani xabarini berdi. Mahluqotlarning yaratilishidan avval